2025 qabul tugadimi? Hammaga assalomu alaykum, Ma'ruf aka. Bitta savol bor. O'zim bitta ikkita savol yig'ib kelganman. 2025-yilda qabul tugadimi yo hali bormi? 2025 ga qabul bor. Moskvaga, Piterga, universitetlarga bor. 10-noyabrgacha universitetlarga qabul qilsa bo'ladi. Kollejga 15-noyabrgacha qabul bor. Lekin har doimdagi bizdan odamlar oxirgi kunni olib kelishadi. Bir hafta, 5 kun qolgan paytda uspet qilmay qolishadi. Nostrifikatsiya momentlari bor, dokumentlari chala bo'lishi mumkin, migratsion vопрослari chala bo'lishi mumkin. Shunaqaga muammolarga uchrab qolmaslik uchun oldinroq topshirish kerak. Oxirgi potok bu yil uchun 10-noyabrgacha qabul bor. Kollej, universitet, Moskva, Piter. Keyingi yil uchun kirmoqchi bo'lganlarga, keyingi yil uchun уже qabul ochdik biz 2026 uchun. Уже odamlar biladi, bir ikkita topshirgan. Bu grant yutmoqchi bo'lib, grant yutib olmoqchi bo'lganlar oldinroq topshiradi. Ochni zaochni вечерний. U keyingi videoyimizda hozir podrobno gapirib o'tiramiz uni.